Hey, başımızga salom do'stlar. Bugungi videomizda men sizlarga xuddi shunaqa kiyimlar o'tini olishni maslahat beraman. Sizlarga bu yangi videomizda shunchaki yalang'och tikon olishinglar kerak, farqi yo'q. Chunki mana bunaqa jimperlar oldinglar deylik, futbolka kiya olmaysizlar, chunki yangi ko'rinib qolishi mumkin. Hozir men sizlarga buni chiqib ketib o'rnatishni o'rgataman. Men tez gapiryapman, chunki ekran yozuvi bilasizlar, menda haqiqiy Minecraftga o'xshamaydi. Birinchi o'rinda biza MKPE uchun mebellar deb yozasizlar Google Play'dan. MKP uchun mebellar deysizlar. 2 yilda o'tkazasizlar. Mana bunaqa qiz bola ko'rinishida chiqadi. Bu to'g'ri. Bu qiz bolani turishi bu faqat qizlar ishlatadigan emas va o'rnatib qo'yaman. Sizlar o'rnatishni bosasizlar. Men esa hozir qanday qilib narsalarni o'rnatishni o'rgataman sizlarga do'stlar. Mana bunda xohlasanglar uylarda modini olishinglar mumkin yoki mebellarni olishinglar mumkin. Men hozir sizlarga xuddi shuni qanday qilib olib o'rnatishni o'rgataman do'stlar. Uzun narsa aytdim. Hozir yuklanmoqda. Hozir mana men mashlarda mana qasrda yuklab olgan edim. Bo'ldi. Davom etishni bosmaysizlar sizlar. Hozir men bittadan chiqib X'ni bosaman. Chunki men buni o'rnatib qo'yaman. Men u ikkitasini ham men X qilaman chunki menga kerak emas. Birinchi bo'lib shunaqa joyga kelasizlarki, mana plyuschani bos deydi o'zi. Keyin mana har xil narsalar chiqadi. Masalan, kostyumlarni bosasan. Mushukchaga qiziqadiganlarga maslahatim mana uni yuklanglar. Mushuklarga qiziqadiganlar, mushuklarni yoqtiradiganlar, xullas shuni bosasizlar. Keyin hali kiyim ham shunda chiqadi. Ko'rdinglar shekilli menimcha. Xo'sh, hozir mebellarni men bundan yuklamaganman, o'rgatgandim. Mana shu yerdan sizlar o'rnatishni bosasizlar. Bu tepadagi emas, mana KTRNS Tiles Mkadon. Xullas shuni men hozir o'chirib tashlayman. Mana yuklab oling deydi, o'shani bosasizlar. Keyin paketga qo'shish deydi, o'shani ham bosasizlar. Ikkiga hali kiyimlar modi mana u birinchida turadi mana. Shuni yana mana yerdan yuklashni bosasizlar-da, keyin paketga qo'shishni bosasizlar. Ikkita bo'ldimi? Endi bu kostyumlardan chiqasizlar. Kostyumlardan xohlaganlaringizni tanlaysizlar do'stlar. O'sha xohlaganlaringni tanlaysizlar-da do'stlar. Men masalan bundan hali tanlaganim yo'q. Bu faqat bu qiz bolalar rasmi turgani o'g'il bolalar emas, faqat qizlar ishlatadigan emas. O'g'il bolalar ham ishlataveradi bemalol. Xullas shuni bosasizlar, chiqasizlar. Keyin masalan xohlaganlaringni bosasizlar. Bitta qiz bolalar rasmlari turishi mumkin, lekin o'g'il bolalar ham ishlatsa bo'ladi. Mana bitta o'g'il bolalarda ham skini bor, mana o'g'il bola mana bor. Keyin hozir nechtasini o'rnatganimni o'rgataman sizlarga. Paketga qo'shib ochganim 10 ta ekan, bitta mana u ishlamagan, mana u hats off in. Xullas ishlamagan. Xullas men mebelni o'rnatmaganman. Birinchida mushukchani o'rnatganman. Keyin mana qasrchani, mana uyda men prosta uy o'xsharmikin deb qilganman. Buni ham prosta qilganman, lekin o'zidan o'zi o'tib qolgan. Va keyin bo'ldi shularni. Keyin mana ularni ham yuklaganman. Hozir sizlarga bittasini ochishni o'rgataman. To'xtanglar. To'xtanglar hozir. Men sizlarga bitta hozir o'zimga yoqganini qanday qilib yuklab olishni o'rgataman. Yuklashni sizlarga o'rgatdim. Hozir olib olishni o'rgatdim men sizlarga. Hozir men kostyumlardan bironta qanot tanlayman. Hozir masalan mana uni tanlayman men.
Xohlaganlarni tanlasa, men tanlaganimni tanlashinglar shart emas. Video cho'zilib ketdi, uzr. Sizlardan reklama gapirib yubordim, ko'p gapirib yubordim. Chunki o'rgatish kerak-ku, to'g'rimi? Hozir shuni men sizlarga yuklab oling. Paketga qo'shish. Yozasizlar. Va bo'ldi, yana bitta qilishinglarga to'g'ri keladi. Chunki bittada o'xshamaydi, 50% deyish mumkin. Uylarda menga kerak emas, o'shanga yana bitta qasr bosiraman. Menga kerak emas-da uylardan bo'lsa, shunaqa chiqsa 2 ta bosib yuborasizlar, keyin yana bitta plyus chiqadi, uni ham bosasizlar. Xo'sh, men endi bu yog'iga terilardan tanlasam, yo'q. Xullas, mana u terilar bor-ku, o'shanda bunaqa o'zi kiyimlilarni tanlamaysizlar xullas. Agar o'sha men aytgan kiyimli do'stinglar, masalan, mebel tanlayman men. Mebel kerak ham emas menga. Shunga men shunchaki hozir sizlarga o'rgatish uchun men atay 3 tani qilyapman. 3 tani qilmasanglar, u o'xshamaydi, to'g'ri. 3 tadan nima desam ekan, 2 tani qilasizlar va yana bittasida 50% bo'lib qoladimi? To'g'risi o'shani ololmay qolishlar mumkin hozir. Mana bo'ldi, yana 2 ta bosasizlar va bo'ldi. Ana endi qo'shimcha o'rnating deb bosasizlar va maydan chiqadi. Mana bu birinchi qadamni bosmaysizlar, u kerak emas. Ochsa ham u mod kelmaydi. Ikkinchi qadamni bosasizlar, fayllarni import qilish deb bosib Minecraftga kirasizlar va mana bu birinchidan yukilaydi yoki oxirgisidan yoki o'rtadan yukilaydi do'stlar. Xullas shunaqa. Barchaga xayr do'stlar. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like va obunani bosib